Chunki dinni noto'g'ri talqin qilish sababidan adashganlar ko'payib ketyapti. Dinni noto'g'ri talqin qiladi. Ya'ni noto'g'ri tushunadi va noto'g'ri yetkazadi. 5 yashar bolasini bomdodga uyg'otgani bilan faxrlanadigan otalarni eshitganman. Ahmoq 5 yashar bolani pishirib qo'yibmi senga bomdodga uyg'otib. Qatta bor bu gap. Xudo buyurmagan narsani sen kimsanki majburlagan. O'zi tursa xo'p nur ustiga. Gap yo'q. Lekin 5 yashar bola kamida 9 soat uxlash kerak. Jiji bilasizlar, adashmasam 18 soatmi 20 soat uxlaydi. Yangi tug'ilgan jiji. Detskiy doktor yo'qmi ichimizda? Yo bormi? Axullar o'shalar yaxshi biladi. Balog'atga yetib, hamma yo'q rivojlanib bo'lgandan keyin palojin 7 soat yo 6 soat. O'sha noto'g'ri talqin qilganidan-da shu 5 yashar bolasini bomdodga uyg'otayotganidan faxrlanyapti. Bitta ahmoq xotinim yaqinda tug'adi deydi, men doya oqtaryapman deydi. Nimaga doya oqtaryapsam, xotinimni uyda doyaga tug'diraman deydi. O'zicha avliyo, o'zicha tupoyligidan bexabar. Shuning uchun ilm afzalmi, taqvo afzalmi desa, ilm afzal deyilgan. Nimaga? Taqvosiz ilm bo'lishi mumkin, lekin ilmsiz taqvo bo'lmaydi hech qachon.